تا توانی دوستان را گم مکن. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کن، کسان را گم مکن. السلام علیکم همدیاران عزیز، بینندگان محترم، اهل سمرقند، صیقل روی زمین، استقامت کنندگان شهر عزیز. خیلی هم خرسندم که در جشن عرفه قیدکنی عید سال نو با شمایان با واسطه تلکمپانی استو دیدار بینی کرده ایستادیم. ما خیلی هم خرسندیم. امروز در مهمانی استودیوی ما پروفسور سخاوتکا کلامرزا اوغلو ادریف می باشند. این انسان از قبیل چنین انسان‌های می باشند که در مستحکم نمودن دوستی بین خلق‌ها بسیار هم سهمگذار شده آمدند، کرده ایستادند و در آینده خواهند کرد. اکای سخاوت همیشه کوشش میکنند که در مستحکم نمودن رشته های دوستی در ساحه مدنیت و اقتصاد و سیاست بین جمهوری ازبکستان و آذربایجان همیشه مهنت کنند، یک سهم ارزنده خود را گذارند. و ما امروز خیلی هم خرسندیم که شما مهمان عزیز استودیوی ما شدید. در اول میخواستیم که نیت درخواست ها سخن های تبریکاتیتان را به خلق سیر ملت سمرقند بگویید. مرحمت. Selamun aleyküm aziz kadirli Samarkandlıklar. Assalamu alaikum кадирдони гиромии Самаркандио. Здравствуйте, дорогие самаркандские самаркандцы. Bizim aziz Samarkandlı xalqımız, Samarkandlı soydaşlarımız. Avvalan mən sizlərini 2010 Barkamal Avlod yili münasibəti bilan Çin qalbidan Azərbaycan Xalqaro Universiteti professor oxutucuları nomidan bütün Özbekistan bilan Samarkand bilan aloqador bo'lgan Azərbaycanlik qadrdonlar nomidan Çin qalbidan təbriklayman. Sizlərə omad, hər birlərinizin xonadoniga sog'-salomatlik, osoyishtalik, omad tilayman. Shahloy o'zi Bakuda ko'p payti o'zbekchayu ko'chada, metroda borgandami, marshrutlarda borganda o'zbekcha, tojikcha gapiramiz. O'zbekcha endi hammaga juda yaqin, tushunadilar. Lekin tojikcha gapirganda u yoqda Ironlar ko'p, Irondan kelgan Ironlar. Shular darrov ahamiyat berib aytibdi. "Shuma az Ironas" dedimi? Sonra ben میگم که نه، من از سمرقند هستم. نه، از سمرقند؟ سمرقند بسیار شهر زیبا، شهر زور کرس است که همش از درباره سمرقند همه چیز دانسته ایستاده، جدا خرسند میشن. آذربایجان بام، گزاکی نرویم، حتی اینجا هم همه کزخی کنگرند که شما این کتره زبان مول نباشدم یک 5-6 زبان میدونید. چون که زبان دانستن این insana zeyb و zinnet taş. Çünkü indi yana esletsek bizim kahramanımız Samarkandımızın en ataklı pedagog alimlerinden Said Rıza Alizoda, ben bu vaqtda ko'p yozganman, aytgan: siz bir tilni bilasiz, bir kishisiz, iki tilni bilsangiz, iki kishisiz, üç tilni bilsangiz, üç kishisiz, qancha ko'p tilni bilsangiz, shuncha ko'p kishisiz. ما میدونیم که شما من با استودیوی ما خالی نیامدید. من بسیار حیران شدم. بسیار وقت من مهمانا رو دعوت کنم، آنها هم تو خودشون با کتاب میبینن. لیکن شما امروز صاف چای آذربایجانی، قند آذربایجانی آوردید. این نمونه چی است؟ این از رمزی چی است؟ این چیزهایی که شما با استودیوی ما پیشنهادی تماشابینان کرده ایستادید. Şahloy, bu ozgina bo'lsa ham asos Ozarbayjon milliy ramzlari sizin sharofatingizga kelgan. Chunki men bilaman-ku siz Ozarbayjon milliy odatlarini ko'p ko'rsatgansiz, ko'p siz bilan hamkorlik qilganmiz, yaxshi ko'rasiz va Ozarbayjonda har bir siz bilan qilgan ko'rsatuvlarimizni olib borib Ozarbayjon Respublika televiziyasi bilan ko'rsatilyapti. Chunki sizni Samarqandliklar emas, faqatgina Ozarbayjonliklar ham yaxshi taniydi. Bu Azerbaycan çayı, qora çay içadilar, bilasiz. Bisyor. Onun için şu Azerbaycanın milli armud istakan deydi. Aslida çayxanalarda, mana shunaqa qoplarda qand qabı deydi bunga.
qand turadi, hamma vaqtda qand turadi. Keyin shu stakanlarda choyni olib kelib berib insonlar ichib barhamand ko'radi. Buni mahmari choy deydi. Shuning o'zining ashulasi ham bor. Ha, surudasham emas. Ashulasi ham bor. Men endi agarakda saroyda deydi. Ashulaga uncha bajon estam. Barohin harakat میکنم دیدن خونده دیدم. سمرقند موبا. خونده دیدم. این دوشه میسروشه گفته دادنه. Kimin ağrıyor canı, koy çay içsin mercanı, armudu istekanda, çay çay çay, yüreğimiz yananda, çay çay çay. Armudu istekanda, çay çay çay, yüreğimiz yananda, çay çay çay. اولی جانم تشکر استاد بسیار خوب. دیدید انسان ها نگاه نکرده با اون که صاحب دیگر کسب هستن ولیکن همیشه اونها رو سرود ترانه صنعت با هم نزدیک میکنه. تشکر میگیم سلامت باشید. استاد عزیز عنوان پروفسوری شما کی گرفتید و با اون چگونه رسیدید؟ Hayatımızın mağzını təşkil qılğan ilim, fən, mədəniyyət. Çoy ham şunun içində kirədi. Salamat başlayın. Mədəniyyətimiz ham şunun içində kirədi. Şunun üçün doğru. 2006 yılda biz həmişəkidək Azərbaycanga dostluq, ilmi, mədəni əlaqələr boyunca Borqanımda həmişəkidək bizim Bakuluk akademikimiz, rəhbərimiz Hüseyin Mustafaoğlu Ahmedov'un 80 illiğində katta respublika əhəmiyyətli, hətta dünya əhəmiyyətli katta bir yubileydə çıxışımda Özbekistanımızın milli zərçapanını giydirdik, doppunu giydirdik. Özbekistan milli bıçaqlarımızını bayaqları qastırdık. Universitetin rektoru oturubdu. Universitetin rektorunun yanından bir notanış bizgə mehman oturubdu. UNESCO'nun vəkili ekan. Tədbir tükətəndən keyin Azərbaycan Xalqara Universitetinin rektoru akademik Elşad Abdullayev bizni təbriklədilər. Nəmə minən desəm, bu oldu indi. Siz bizim professorumuz oldunuz. UNESCO'nun professoru oldunuz. Mənə yanımda oturgan UNESCO'nun vəkili idi. Şu qızıqdı, bu kim dedi. Mən aytdım, bu Samarqandlıq bizim soydaşımız, həmyurtumuz. Samarqandda 40 illərdən bu yaxqa yaşayıb, bizim universitet minən, Azərbaycanın hər bir təşkilatı minən dostluq, ilmi, mədəni əlaqələr sahəsində cüdə katta xidmətlər qılıb durubdu. Şu minən bir həftə içində UNESCO'nun diplomunu, professorluq diplomunu bizə təqdim etdilər və təqdim etkəndən keyin hazırlaşıb aytdılar. Professorluq diplomunu aldınız, indi haqqını işləyib verəsiniz. Buyağını toxtatıb şu təqdimat, diplom təqdimatı da Azərbaycanda bolğan təqdimatıdır. Rüsxət versiniz, mən həm ilhamlanıb bir şeir yazdım. Şu şeirini bu öründə aytay, keyin davamını aytım. O pəyti rektorun nomuyam Elşad qılğan insan. Şu eli şad eylədi deyib yazdım. Elşad müəllim eli şad eylədi, qurbət eldən səxavəti yad eylədi. Professor ünvanını ad eylədi, təqdim edib mübarəkbad eylədi. Millət qayğısı çəkir, qoy var olsun. Nihalları meyvə versin, bar olsun. Allah ona pənah olub yar olsun, əməlləri ilə bəxtiyar olsun. Nur yağdırır boranında, selində, qüvvə vardır qələmində, qolunda, xidmət edir əziz vətən uğrunda. Elm, fən, mədəniyyət, həyat yolunda, fədakarlıq şüarıdır onun da. Pərvanədir sağında, həm solunda, təlim alıb, yaxşı ustad qolunda. Keyin hazırlaşıyaptı deyib öyləsəm, yox. Xət verdilər. İltimos borub Samarqand Universiteti rektoruga yetkazin. Keyin rüsxət versələr, kelib, mana şu dostluqqa 1-2 yıl xizmət qılayın bizim universitetdə dərs ötüb. Keldik, bizim Samarqand Dövlət Universitetinin
rektori professor Temur Shirinich Shirinovga taqdim qilgandan keyin Temur Shirinich hammamiz yaxshi bilamiz, o kishi do'stlik, ilm, fan, madaniyat aloqalarining qanday bayrog'i desak ham bo'ladi. Juda o kishi bu narsalarni juda yaxshi ko'rayotgan inson. Ana shu juda xursandchiligidan bemalol ruxsat berib, muqobilat tuzib, shu universitet bilan, Ozarbayjon universiteti bilan va bizni shu diplomni Samarqand olimlari orasida taqdimot o'tkazdilar. Shu taqdimotdan bir nechta rasm ham qo'limda turibdi. Mana shu Samarqand davlat universitetimizdagi Temur Shirinich taqdimot qilgan lavhalar. Endi ustoz, maqolalaringiz haqida bir ikki og'iz gapirib bersangiz tomoshabinlarimizga. Ana shu bilan ketdik va bir oy yarim oyga ta'til paytlari borib qilgan ishlarimiz bir tomon. Endi maxsus maqsad yo'ni ishlarni kirishdik. Akademikimiz Hüseyin Ahmadovning 15 jildlik tanlangan pedagogik asarlari chiqdi. Shuning baqulik shogirdlari bilan birga mana shu asarlarning tayyorlanib chop etilishida men ham yaqindan xizmat qildim va o kishining biografik ocherkida 15 jildlikda 8 jildlik zamondoshlari akademik haqidagi kitob chiqdi. Onda ham ishtirok qildik. Shularning hammasining har bir sahifasida O'zbekiston, Samarqand albatta bor. 2005-yilda va ta'sis bo'ldi. Yilning oxirida 2006-yilda chiqishga boshladi. Mana shu jurnalda biz har bir nomerasida albatta maqolalar berganmiz. O'zbekiston bilan, Samarqand bilan bog'liq, aloqalar, do'stlik, ilmiy madaniy aloqalar bilan bog'liq. Lekin en quvonchligi bir narsa-ku, mana bu sonida Ozarbayjon O'zbekiston do'stlik va qardoshlik aloqalarining mukammallanishida Haydar Aliyevning xizmatlari. Men bu maqolani даже rasmiy nimalardan emas, Shahloy. Men 1997-yilda Toshkent shahrida Ozarbayjonning O'zbekistondagi favqulodda safirligi ochilgan payti men ikki prezidentlar bilan yaqindan uchrashganman va ulardan yuzma-yuz eshitgan gaplarim bilan yozganman. Bevosita suhbatdagi shimo dar rafti voxiri bu bevosita rais jumhuriyati indun davlat orosida edi. En muloqot, insuhbat. Qiziqi ham shunda-ku, men yuzma-yuz eshitgan gaplarini chiroyli qilib yozganman. Rasmiy hujjatlardan emas. Mana shu ochilish marosimi mana. Darinja darjgar dedi. Mana bu yoqda mana Islom Abduganovich Karimov, Haydar Aliyev mana Toshkentda safirlik ochilgan payti mana. Mana این کتابچه مخصوصی می باشد که در تاشکند نشر شده است و در آنجا نوشته شده است که همیشه همراهی خلق و در اینجا درباره مناسبت‌های جمهوری ازبکستان با دولت‌های همدوستی بسیار نمونه‌ها آورده شدند. من Haydar Aliyev'nin Azerbaycan diasporuna devlet kaygısı. Mana bu yoqda ham O'zbekistonimiz bilan bog'liq, O'zbekistonimiz diasporasi bilan bog'liq katta ko'pgina yozuvlar bor. Endi bu yoqda en asosiy yana bir narsani aytmoqchi edim, Shahloy. Bu maqolalar, ilmiy maqolalar o'z o'rnida. Mana bu jurnalning har bir nomerasida 2006-yildan mana redaksiyaning ilmiy shurosi. Redaksiyaning ilmiy kengashi. Mana bu yoqda Javad Heyat, doktor, professor Iron, Daril Lewis, professor ABSH, Amerika Birleşmiş Ştatları, Qo'shma Shtatlari, Ali Polat, Turkiya, Kapanyuk, professor Rusiya,
Saxovat Ajiyev professor O'zbekiston. Bisyor Mana ham har bir nomrasida bizni saylayib qo'yib, mana pechat qilyaptilar. Dar balon bardoshtani maqomi O'zbekiston dar arsai baynalxalqi nashr gardidani chunin maqolaho bisyor ahamiyati muhimro kasb mekunad. Bu bilan chetlashmasdan mana Ozarbayjon ta'lim vazirligi qo'shida shu Ozarbayjon maktabi jurnali chiqyapti. Ana shu Ozarbayjon maktabi jurnalining 2007-sonida 2007-yil 3-sonida biz Saidreza Alizodaning 120 yillikka bag'ishlangan bir yaxshi ilmiy maqola chop qildik. Ana ondan tashqari bizim oilaviy do'stimiz, bu jurnalning bosh redaktori, oldinroq vazirning muavini ishlagan Najaf Najafov Samarqandga kelgan bizga. Ha, mehmonshida omadan hozircha. Men inkasa Observatoriya Ulug'beku, Shahrayu, tamom shahar davr zamonida nishon dodi. Davr zamondan nishon doda, gufta doda. با تاثیرات‌های خوب گسیل کردید. تاثیرات نقش کرده رفته. سونه این کس من این نمره با 2008 با درباره ازبکستان درباره اولوغبک. یک مقاله اولی جناب درج کردن. مقاله مضمون خوشرو نوشتگی. دوستانی عزیز من تفریش ما دیده ایستادید نگاه نکرده با اون که استاد بسیار سرکار هستند برای با عالمیان مشهور کردن سمرقند تاریخ سمرقند انسان‌های برومند سمرقند بسیار هم کارها جستجوی‌ها برده ایستادند که این لایق احسان‌ها است و در خاتمه باز نیت و درخواست‌های گفتنی دارن نسبت شما مرحمت استاد endi shahlo gapirsangiz shu vaqtda gap ko'p. Hammasi bitta ko'rsatuvga sig'maydi. Albatta. Lekin yana bir qiziq momentni aytmoqchiman. 2008-yilda biz Ozarbayjon ijtimoiy televiziyasi bilan, Respublika televiziyasi bilan Samarqand haqida Samarqanddan bir 40 daqiqalik ko'rsatuv tayyorladik. Ha, yakjo'ya. Shu yoqda Samarqandning tabiatidan. Chunki ko'pchilik qiziqyapti-da, Samarqandda bizlarda o'xshagan o'rmon bormi, yo'qmi desam, men butun tabiatni yuqoridan ham boshqa ham ko'rsatdim-ku, Samarqand o'rmon ichida. Yoshillik, chiroy, tabiatidan keyin Samarqand olimlari, Samarqand bilan aloqalari albatta va Saidreza Alizoda muzeyigacha, muzeyni ham ko'rsatdik boshqa. Ana shu ishlarni olib bordik. 17-yilda Saidreza Alizoda o'zbek ibtidoiy sinflari uchun ilk alifbosida bolalar tarbiyasiga himmatli gadoy bir hikoyasini yozgan. Saidreza Alizoda she'ri Xudoshon Navissin, men charog'on hukmidaman. O'zgalar uchun o'zimni yondirurman. O'z nafiga har kas yugurur, o'zga nafiga har kas yugurur. Darbaroyin foydai xudosh kashdan manba maza namidorat. Mona xumamo ba, tarbiyamo ba, odatamo ba, inku har ro'z agar darbaroyi do'sti xalq درباره کور خلق بین خلق و خور کده مهنت کنیم ما خودمو نقشش کده مول کسلم نمیشیم نقش زندگی میکنیم این کته خدا باشکر نقش زندگی میکنیم ثوابش نه هر کم کلش کرک هر کم کلش کرک با کارهایش ما هم موافقت میتوانیم استاد رحمت kim کجا که رفتم با چیز برداشتم بیارد من رفتم به هر زمان من کتاب دفتر رو برداشتم بیارم اینجا ترکله کده من عالم دوستم و جورم و شاگردم و حمایه کنن مقاله نویسن برهمند بینن عین برای من کتاب دفتر کتاب میبردارم رحمت تشکر استاد سلامت باشتون دوستان عزیز در همینجا برنامه نوبتی ادبی موسیقی شام سمرقند به پایان رسید. البته میگویند که هر کی باغی دوستی را کرد بانی زنده باد. رویت از آن میوه های زندگانی زنده باد. دوستی باشد شعار جمله آدم دوستان هر کی دارد در دل از آن گرنشان
زنده باد. زنده باد دوستی بین خلق‌ها. همیشه باشند همین گونه انسان‌های نغز و نیکی که دائما می‌خواهند یک ثواب جویند، می‌خواهند که در مستحکم نمودن رشته‌های دوستی بین خلق‌ها، بین جمهوریت‌ها سهم گذار شوند. سمرقندیان گرامی دوستو برادرو، من شما را 2010 سال نو کته از دل تبریک میکنم. خاندانتان با ساق سلامتی، آمد، فیض برکه، تنجی آسایشتگی میطلبم. در سال نوی آمده ایستاده به همه شمایان برار سلامتی عمری دراز میطلبیم. بگذار همه ملت هایی که در سمرقند ما زندگانی میکنند همین گونه در پیشرفت حیات اقتصادی اجتماعی جمهوری ازبکستان عزیز ما، سرزمین محبوب ما سهم گذار باشند. با سال نوی آمده ایستاده از دل تبریک میکنیم. صحت و سلامت باشید. تا بازدید در برنامه های آینده خدا حافظ میگوییم. با یک بار میگویم که سال نوی خالق ما مبارک شود. سلامت باشید.